Ovqatingni yeysan, oxirigacha yeb tugatasan, qorning to'qmi, ochmi bilmayman, ovqatingni hammasini yeysan, tugatasan, keyin chiqasan ko'chaga. Tamom. Всё. Bu albatta noto'g'ri. Bolani oshqozoni o'zi kichkina bo'ladi. Unga majburlab haddan tashqari ko'p ovqat yedirish bolani oshqozonini cho'zilishiga olib keladi va har xil sog'lig'idagi muammolarga sababchi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'z holiga qo'ying bolani, yeganicha yesin, xohlaganicha yesin. Men bolang ovqatini yemayapti-ana, qo'y, televizorni qo'yib bergin. Multfilmni ko'rsin, ovqatini yesin, faqat oxirigacha yesin. O'sha videolarni ko'rib yesin. Yo'q, bu aslo mumkin emas. Bolani ratsioniga bosqichma-bosqich har xil qo'shimcha ingrediyentlarni qo'shib borishimiz kerak, qo'shimcha mahsulotlarni, lekin uni birdaniga ko'p miqdorda kiritishimiz aslo mumkin emas. Qo'shimcha ovqatlarni kiritish bu bolani organizmiga yangicha mahsulotlar, ya'ni ovqatlar bilan tanishtirish hisoblanadi. Uni organizmini bo'ktirib tashlash emas. Men bolang nima qilib tashladi? Vobshim hamma joyda sochib tashlaganini qara. Qayerdan bu modani o'ylab topgansizlar, a? Bolani o'zi yeyish kerak deb. Bo'ldi, yig'ishtir hamma narsani. O'tir, bolangga ovqatini yegizdirib qo'y. Mana buni chochib hamma narsani uvol qilib tashlamasin. Vobshim hamma joyda dabdalasini chiqarib tashladi. Tez-tez yediring, bo'ldi, tursin, joyidan ketsin, bo'ldi. Bola endi ovqatlanishni o'rgangan paytda atrofida tartibsizliklar bo'ladi, bu tabiiy holat. Bu bolangizni kelajakda o'sha yeyotgan ovqatlarga nisbatan sezgi organlarini, sensitiv faoliyatlarini kuchaytirib boradi va bola o'zi mustaqil ovqatlangandan keyin atrofida qo'yib bering, tarqalib tartibsizlik bo'lsa ham bola ovqatni his qilib yeyishni boshlaydi va ovqatlarni tarkibini, uni turlarini farqiga bora boshlaydi. Bu kelajakda bolangizni shu ovqatlanish tartibini sekin-sekin, ovqatlanish turlarini sekin-sekin to'g'ri rivojlanib borishiga olib keladi. Men bolangni qarasangchi, ovqatini yemayapti. Buni olib turib blenderda bundoq maydalab og'ziga tiqib qo'ymaysizlarmi? Hamma narsani hozir chiqib ketgan-ku, mana blender, mana maydalaydi. Ovqatni hamma narsasini ajratmaydi shunda. Og'ziga sovurasan, yutib yuboraveradi. Bo'ldi. Puri shakldagi ovqatlar bolangizga juda ham xavfsiz bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu jihatdan siz haq bo'lishingiz mumkin. Lekin bola rivojlanayotgan paytda ovqatlanishni o'rganayotgan vaqtida, demak, puri shaklda ayniqsa 6 oydan 10 oygacha bo'lgan vaqt davomida bolani ovqatlanish paytida o'sha qo'polroq ovqatlarni berishni tartibini o'rgatishimiz kerak, chunki ovqatlanishni agar bu vaqtda siz qo'polroq ovqatga o'tmaydigan, faqat puri shaklda beradigan bo'lsangiz, mana juda ham ko'p ota-onalar murojaat qiladigan, bolam ovqatni umuman yemay qo'ydi. Faqatgina unga puri bersak, faqatgina suyuq shaklda bersak, yeydi degan holat kelib chiqadi. Nimagaki bolamizning sezgi organlari, ya'ni qusish reflekslari, rvotni refleks deydi, yutish reflekslari to'liq shakllanmay qoladi va kelajakda bolangizni mana shunaqangi noto'g'ri ovqatlanish tartibiga o'tib kelishiga sabab bo'lib qoladi.